Assalomu alaykum. Bu darsimizda zerkla hamda pavorot instrumentlarini o'rganib olamiz. Ular mana bu yerda joylashgan. Bo'lmasam siz hozir floor plan sample faylni oching. Bu qo'shimcha fayllar papkasida joylashgan. Faylni ochganingizdan keyin chap tomonda sverxuni bosasiz ustiga. Mana bunday menyu chiqadi. Bu yerdan пользовательский видidan zerklani tanlaysiz. Demak, zerkala qanday funksiyani bajaradi? Zerkala obyektlarni, ya'ni oyna tariqasida o'shanga qarama-qarshi bo'lgan tomonga kopirovka qiladi yoki o'sha obyektni o'zini ko'chirib o'tkazadi. Misol uchun kvadrat chizsak agar hamda bitta tomonni salgina boshqacharoq qilamiz. Zerkalani bunga print qilish uchun obyektni belgilab, zerkala komandasini belgilaymiz hamda bizlardan oś отражение so'raydi, ya'ni qaysi ikkita nuqta bo'ylab oyna tariqasida kopirovka qilishni. Bizlar misol uchun mana bu kvadratimizning mana bu ikkita chekkasini qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, ana shu yo'l chiziq, shtrix punkt chiziq bo'ylab oyna tariqasida kopirovka qilyapti. Orto rejimidagi mana bunday pastga qarab oś chiziqni qo'ysak agar bizlardan keyingi sub opsiya chiqadi. Bu yerda исходный obyekt, ya'ni boshlang'ich obyektni udalet qilaymi yoki u tursinmi deyapti. Agar ha desak agar bizlarning obyektimiz bu tomonga zerkala bo'ladi. Agar yo'q desak agar obyektimiz o'z joyiga qoladi, lekin uning kloni bu tomonga o'tadi. Ko'pincha yo'q deb javob beramiz. Bu sizning ish jarayoningizga bog'liq. Ko'rib turganingizdek, xuddi shu obyektning o'zi qarama-qarshi tomonga oyna tariqasida kopirovka bo'ldi. Zerkala ana shundan iborat. Endi yanada ish jarayonida qo'l keladigan narsani ko'rib chiqamiz. Misol uchun mana bu xonachalarimiz bo'sh, bu xonalar yopiq. Hozir bizning vazifamiz shundan iborat bo'ladiki, mana bu ikkita xonani bu yerga kopirovka qilamiz. Keyingi xonaga esa ko'rib turgan bo'lsangiz, buning eshigi bu yerda, bu xonaniki esa bu tomonda. Bunda bizlarga zerkala yordam beradi. Bu yerga ko'chirib o'tirilgan mebellarni 1, 2 hamda ikkinchi xonada bo'lgan mebellarni 3 hamda 4-xonaga zerkala qilamiz. Buning uchun birinchi navbatda ularning hammasini belgilab, 1 hamda 2-xonaga kopirovka qilib o'tishimiz kerak. Bazaviy tochkani tanlaymiz. Hamda kopirovka qilib o'tkazamiz. Endi birinchi hamda 2-xonamiz to'ldi. Endi 3 hamda 4-xonaga ana shu obyektlarni, ya'ni mebellarni zerkala yordamida kopirovka qilib o'tamiz. Buning uchun zerkalani komandasini tanlaymiz hamda obyektlarni tanlab chiqamiz. Avval obyektlarni tanlab, keyin esa zerkala komandasini tanlasak ham bo'ladi. Endi bizlarga boyagidek oshni so'raydi. Hozir oshni agar bu chekkadan qilsak, mebellarimiz ko'rib turganingizdek mana bu yerdan chiqib ketdi. Bu yerdan esa ozgina devorga tegmay qoldi. Shuning uchun bizlar osh tariqasida ana shu devorning o'rtasini olishimiz kerak. Hozir orqaga qaytaman. Hamda obyektlarimizni qaytadan belgilab, zerkalani tanlayman hamda devorning o'rtasi bo'yicha os belgilayman. Ko'rib turganingizdek, obyektlarimiz aynan o'z joyini egalladi. Zerkala ana shundan iborat. Keyingi instrumentga o'tamiz. Keyingi instrument pavorot. Pavorot bu obyektlarni ma'lum bir biz beradigan o'q atrofida aylantirishdan iborat. Misol uchun kelinglar, mana bu stollarni salgina qandaydir burchak ostida ozgina aylantirib qo'yamiz. Chunki ish jarayonida stollar bunday tekis turmaydi.
obyektni belgilaymiz. Hamda Pavarotti komandasi yordamida burish nuqtasini, ya'ni bazoviy tochkasini belgilaymiz. Hamda o'zimiz xohlagan tarzda buramiz. Mana bunday tarzda. Ko'rib turganingizdek, bu komandalarning qiyin joyi yo'q. Bittasi zerkalo qiladi, ikkinchisi buradi. Pavarotni yana bir bor ko'rib chiqish uchun sverxudan пользовательский vididan pavarotga bosasiz. Bizga kerakli bo'lgan joyga o'tadi. Endi hozir bizlarning vazifamiz shundan iboratki, ana shu kabinetga ham, bo'sh turgan kabinetga ham mebellarni qo'yib chiqishdan iborat bo'ladi. Buning uchun boshqa biron kabinetdan mebelni olib kelamiz. Buning uchun kopirovkadan foydalanamiz hamda mebellarimizni bu yerga qo'yamiz. Demak, hozir ko'rib chiqadigan bo'lsak, mebelni mana bu tomonga zichlab qo'ya olmaymiz, chunki unchalik to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun hozir mebelimizni 180 gradusga aylantirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mebellarimizni belgilaymiz hamda pavarot yordamida bazoviy tochkani tanlab, bazoviy tochka har qayer bo'lishi mumkin. Misol uchun, mana bu ekranimizning bu chetiga tanlasak, ana shu o'q bo'yicha obyektlar aylanadi. Hozir bizlarga mebelni yaqinda joylashgan, ya'ni o'rtasida joylashgan joyni tanlash afzal. Mana bu yerni tanlayman hamda burishim mumkin. Bundan tashqari burish darajasini, ya'ni pavarotni mana bu yerdan 0 dan 360 gradusgacha bo'lgan raqamni ham kirgizishimiz mumkin. Hozircha shunchaki raqam kirgizmasdan aylantirsam ham bo'ladi yoki 180 gradus deb kirgizsam ham bo'ladi. Aniqroq bo'lishi uchun. Endi ularni ushlab pernos yordamida mana bu burchakka qo'yishim mumkin. Endi faqatgina mana bu shkafimiz qoldi. Endi ishimizni yanada qiyinroq qilish uchun shkafni mana bu yerga, ya'ni qiyshiq turgan devorga qo'yish talab etiladi. Buning uchun qanday vazifani bajarishimiz kerak? Birinchi navbatda shkafni biron burchagini devorga tekkizib qo'yishimiz kerak. Endi esa shkafni tanlaymiz hamda pavarotni yana bir bor belgilab, bazoviy tochkani belgilaymiz hamda bizlarga bu yerda keyingi sub opsiya, ya'ni oporniy ugl kerak bo'ladi. Oporniy ugl hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, ortogonal tarzda mana bu tomondan ushlab bizlar aylantiryapmiz. Oporniy ugl bizlarni ana shu chiziqni boshqacha qilishga, ya'ni shkafni chetlaridan biriga bog'lanib burishga yordam beradi. Buning uchun oporniy ugl sub opsiyasiga bosamiz hamda ikkita chekkasini belgilaymiz. Hamda bizlarga mana bunday ushlagich paydo bo'ladi. Endi esa devorni xohlagan nuqtasini belgilab qo'yishimiz mumkin. Bunda shkafimiz aniq devorga zich turgan holda joylashadi. Keyingi sub opsiyani ko'ramiz. Misol uchun aylana stolimiz bor deylik. Bizlarga esa ana shu stol atrofi bo'ylab bir nechta kopirovka qilish kerak. Keyingi sub opsiya bizlarga shuni qilishni yo'lini beradi. Stulni belgilab, pavarotni belgilaymiz hamda hozir endi esa kurugni o'rtasini belgilaymiz hamda kopiya sub opsiyasini tanlaymiz. Bunda bizlar yana bitta kopiya qilib, obyektni pavarot qilib qo'yish imkoniyatini beradi. Mana bunday tarzda. Albatta buni massiv yordamida qilsak ham bo'ladi, lekin pavarotni o'tayotganimiz uchun pavarotni sub opsiyasini ham bilishimiz talab etiladi. Yana bitta narsa, keyin oldingi darsda aytib o'tishim kerak edi. Obyektlarni shunday belgilab, ustiga bosib,
joyini almashtirsak ham bo'ladi. Buni sichqonchani chap tugmasi yordamida tanlab, chap tugmasi yordamida ustiga bosib joydan siljitayapman. Agar tanlab o'ng tugmachani bosib turib, qo'yib yubormasdan boshqa joyga olib kelsak, mana bunday menu paydo bo'ladi. Bu yerda joyni almashtirish, shu yerga kopirovka qilish, blok sifatida qo'yish yoki отменить qilish menyulari chiqadi. Misol uchun kopirovka qilsam, yana bitta bu yerga kopirovka qiladi. Bu ham bir kopiya instrumenti uchun alternativa. Parod qilishning yana bir alternativa yo'li, ya'ni esingizda bo'lsa, agar bizlar obyektlarni belgilab, misol uchun uni biror nuqtasini belgilab, probelni shunchaki bossak, uni перенести qilish imkoniyati bor edi. Bu bizlarda probelni bir marta bossak agar ro'y beradi. Agar probelni yana bir marta bossak agar bizlarga поворот qilish imkoniyatini beradi. Mana bunday tarzda. Ko'rib turganingizdek, bu ancha tezroq ishlaydi. Bundan tashqari, probelni 3-4 marta bosish orqali boshqa komandalarni aktivlashtirish imkoniyatini beradi. Probelni 3 marta bossak, bizlarga mashta period qilish imkoniyatini beradi. Buni keyingi darsda o'tamiz. 4 marta bossak agar, zerkalo qilish imkoniyatini beradi. Ko'rib turganingizdek, pavorotga o'xshaydi, faqatgina o'sha nuqta biz belgilagan nuqta bo'yicha zerkalo qiladi. Bunda bizlar bazaviy tochkani tanlashimiz mumkin. Misol uchun, mana bunday tarzda. Xohishingizga qarab, qaysisi sizga qulay bo'lsa, o'shanisini ishlatishingiz mumkin. Misol uchun, obyektni o'zidan tanlab probel yordamida yoki komandani tanlab bajarishingiz mumkin. Uje buni qolganini siz ish jarayonida sizga qaysisi qulay bo'lishini tanlab olasiz. Bugungi darsimiz shulardan iborat. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr.